Salom do'stlar, bugun sizlarga men 150 kun survival qilgan zonamni ko'rsataman. Ammo men tepani ko'rsata olmayman chunki tepada mob ferma qurganman. Mob ferma ishlamadi, keyin uni portlatib tashladim. Class 1 2 3 ana ko'rdinglarmi? Va men portal qurganman. O'zimga hashamatli uy qurganman. Bitta sandiqlar qo'yganman, lekin sandiqlarning birontasini ichida hech narsa yo'q. Amber kiyimga e'tibor bermasanglar, ayniqsa olmos eshanga mana ustimniki ham tayinli emas. Xo'p, tak. Bu sandiqlardan ham hech nima yo'q. Faqat ikkitagina divan va mana bu qilich bor deb o'ylasanglar mumkin. Lekin aslida unaqa emas. Va men sizlarga haqiqiy zonani ko'rsatishim mumkin. Va unda sirli xona va 8 takkina TNTlarim bor. Chunki men bu TNTlarni portlatganman. Va men sizlarga sirli xonamni ko'rsataman. Tak. Men shunda sekin o'tishim mumkin. Shuning uchun sekin o'tyapman, e'tibor bermaysizlar. Tak. Hozir men tezroq ozroq. Qornim ochib qolibdi-ku. Afsus. Hozir men ozroq non yeyishim kerak. Juda bu yerni dragon o'ldirgandan so'ng portlata boshlaganman. Shuning uchun uncha survival qilmaganman, lekin bularni men juda qiyin bo'lgan. Va bularning ichida meni kirka narsalarim va olmos va bular. Ammo bu yerga e'tibor bermaysizlar. Chiqindi inventarni ko'payib ketgani uchun uni yo'q qilganman. Endi orqaga qaytish muammoli. Chunki medal qilib qolish undan ham muammoli. Yaxshi chiqqan bo'lsa, uyimni ham postimga joylashtirishim kerak edi, lekin joylashtirgim kelmagani uchun joylashtirmadim. Bilet qisilib qoldim. Endi bu yerdan chiqish muammo. Chiqib oldim. Endi bunda yo'q qo'ysak bo'ldi. Xo'p, men bu qanday chiqqan? Namuni qilamiz. Uyim qat'iy. What the fuck, bro? Uyim normalda chiqqan bo'lsa baho berasizlar. Portal. Bu Nether olamida hech nima qurmaganman. Faqat mob fermalar qurmaganman, to'g'ri. Mob ferma qurgan edim. Mana ahvoli TNT bilan portlatib beradi. Ishladi. Faqat kechqurun ishladi. Ko'p narsalar qilmadim. Faqat yer blok. Men bu zonada umuman pastga kreativ o'tmaganman. Faqat bir marta. Anaqa mayda portalini topish uchun xolos yoqqanman. Kreativ o'tganman. Bo'ldi, mana shu narsalar menda bor. Ko'mir, steak. Xo'p, men TNT bor, bu bor, bu. Bundan hali relis yo'li qurmoqchi edim, lekin vaqtim hech bo'lmagani sababli faqat Minecraftda ko'p o'ynadim, lekin buni qurish esimdan chiqib ketdi. Shuning uchun qurmadim. Xullas, xayr obunachilar. Sizlar bilan men workindos bo'ldim. Xayr hammaga. Xayr.